Yangi S26 Ultra iPhone flagmanlari bilan narxi bir xil. Xo'sh, keling uni ko'rib chiqamiz va nimalar o'zgargani va yangi modelga o'tish kerak yoki yo'qligini tahlil qilamiz. Ishni birinchi taassurotdan boshlaymiz. Tashqi tomondan qurilma avvalgi avloddan deyarli farq qilmaydi. O'sha dizayn va o'sha shakllar. Shu bilan birga korpus materiali o'zgargan. Titan o'rniga endi alyuminiy ishlatilgan. Ha, u issiqlik yaxshiroq taqsimlaydi, ammo qo'lga olganda bu ko'proq soddalashtirishdek tuyuladi. Komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, avvalgidek o'sha telefon, korobka va unda chiqadigan kabel. Boshqa aksessuarlar umuman yo'q. Yangilanishlarga keladigan bo'lsak, ular unchalik ko'p emas. Begona nazardan himoyalovchi displey, biroq tezroq quvvatlanish, yangi protsessor. Shu bilan ro'yxat deyarli yakunlandi. Asosiy jihatlarga keladigan bo'lsak, akkumulyator hali hamon 5000 mAh. Kameralari o'zgarishsiz qolgan. Dizayn ham xuddi shunday o'zgarishsiz. Kameralarga keladigan bo'lsak, ular уже ancha yildan beri o'zgarishsiz kelmoqda. Anti-shpion displey o'zgacha funksiyadir, chunki uni yoqqaningizda atrofingizdagi odamlar sizni telefoningizda nimalar bo'layotganini ko'ra olishmaydi. Biroq bu funksiyani ishlatayotganingizda ekraningiz yorug'ligi keskin pasayadi va uning sifati keskin tushib ketadi. Shuning uchun buni har kuni ishlatish bahsli qarordir. Ha, smartfon quvvatliroq bo'lgan, lekin kundalik ishlatishda avlodlardan kelayotgan farqni umuman sezmaysiz. Agar sizda S23, 24 yoki 25 Ultra modellari bo'lsa, bu yangilanish sizga yangilik bermaydi. Bu evolyutsiya, bu yangilik emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz S24, 25 Ultra modellarini ishlatayotgan bo'lsangiz, bu yangilanish siz uchun emas. Agar undan avlodga modellarni ishlatayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun ideal variantdir. MacBro'ga murojaat qiling. Biz sizga narxi bo'yicha sizga ideal to'g'ri keladigan variantni tanlab berishga yordam beramiz. Va aytgancha, MacBro'da ko'rishguncha, xayr.